Qotib qoldingiz. Dada, qotib qoldingiz. Qotib qoldimmi? Mashinik aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tur. Boshdan qocha. Nima qilyapsiz, xudo? Xudo, odam bodammas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yuborib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqaga odam kel. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul hol. Pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas.